Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun biz yana Andijon viloyati Balish tumani maktab ta'limiga qarashli 39-maktab binosiga keldik mana hozir. Yana bir o'tgan safar mana bilasizlar videoga olganmiz. Buni mana oxiriga yana bir ko'rish uchun, holatni bilish uchun o'rganishga yetib keldik. 39-maktab binosi. Bu yerda ichkarida mana aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka ismi Xayrullo, familiyam Tojiqulov. Blogerman, shu maktabni nazoratga keldik. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Solih Jasur. Shu maktab Qorovulisiz. Solingiz yaxshimi? Tuzimisiz, sharchami? Shu maktabda hozir biz o'tib ketyapti, ota-onalar o'tirgan ekan, shu bir ko'rib vaziyat turgangani. Mana darsdan keyingina aytda mana ota-onalar o'tiribdi ekan, o'quvchilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar opalar? Tuzingmisizlar? Kech paytda o'tiribsizlar. Bolalarimiz mashg'ulotga olib kelgandik. O'zbekcha san'atiga. Shular kutib o'tiribmiz. Men ismim Xayrullo, familiyam Tojiqulov, Andijon viloyati Balish tumani Sirmoq mahallasidanman. Bu maktabda o'tgan safar ham o'rganish qildik. Biz o'zimiz murojaatlar bo'yicha murojaatda 39-maktabda o'qituvchilar yaxshi dars o'tmaydi. Va bu yerda korrupsiyani o'chog'i degan mazmunda xatlar yo'llangan ekan. Shu xatlar bo'yicha bir o'rganaylikchi deb turib, ota-onalardan ham bir bilaylikchi deb turib keldik. Hozir o'tib ketyapti, sizlarni ko'rib qolib to'xtadik. Bunga nima deb javob berasizlar sizlar? Nima deb fikr bildirasizlar? O'quvchilarimiz ham juda yaxshi hammasi, bunaqa narsalarga biz guvoh bo'lmaganmiz. Ustozlar dars o'tishdi. Siz o'zingiz shu yerdamisiz, opa? Men shu yerdanman. Farzandlaringiz ham shu yerda o'qiganmi? O'qigan. Bitta farzandim shu yerda o'qigan. Yaxshi unaqa narsani guvohi bo'lmagan. Ustozlar dars o'tishi, boshqalar yaxshi. Maktab direktori to'g'risida nima deydi bu? Direktorimiz ham juda yaxshi ishlaydi. Necha yildan beri chiroyli bo'lib ishlayapti. Yaxshi. Bu yerda hozir nabiralarni kutib o'tiribsizlar. Nabiralarimiz. Qo'l jangi bo'lyaptimi ichkarida? O'zbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ismim Xayrullo, familiyam Tojiqulov. Sirmoq mahalladaman, blogerman. Shu maktabda o'rganishga keldik. Siz nima qilib turibsiz agar malol? Men ham nevarani olib kelganman. Bu Abdurahmonga qo'l jangi san'atga o'rganishga. 6 yosh nevaram. Xudo xolasa bizdagi shay rus gruppasiga o'qishga bermoqchiman. O'qituvchilar, maktab direktori to'g'risida nima fikrdasiz? Maktab direktori Ziyoli aylani qizi. Shu mahallam shuni oldik. Mana shu Alloh nasib qilsa berishga direktor bo'lib qoldi. Mana ishlaydigan yer bu narsa eshitganimiz yo'q. Juda yaxshi o'qituvchilarim. Hammasi oddiy, sodda o'qituvchilar. Bu yozilgan har bitta o'quvchi deyapti, har bitta o'quvchi rus sinfga kirish uchun deyapti, qanchadir summalar bilan kiradi deyapti. Bunga fikringiz qanaqa? Endi eshitibman bu gapni. Siz o'zingiz farzandlaringiz ham shu yerda o'qigan. O'zim o'qiganman. O'zingiz o'qigansiz. O'qiganman, bir 5-6 oy o'tganmiz, keyin o'zi 35 qaytib o'tib ketganmiz maktabimizga. Abdurashid domlan davrida o'qiganmiz o'mitcha. Bu yozilgan murojaatlarda siz yaxshi fikrda yozilgan deb o'ylamaysiz? Yo'q. Bular ustoz. Ota-bobomlar ustozga berganda suyagi bizniki go'ysizga deb bergan. Endi ilm o'rganishi ustoz xatib turmasa, bola qaydan biladi? Nimani biladi? Kelib kelsa ketaveradi-da. Asbol qatirib. Undan ko'ra o'qituvchilar mehnat qilyapti, ularga nihoyatda bir sharoitni yana ham kuchaytirib berish kerak. O'qituvchi men xatib tursin, bola niyoz chekmaydi. O'qituvchi bo'lsa, otalar yurib kelmasin. Men bolamga nima qattiq gapiring dedi. Qattiq gapirmasaki, nima ish ko'rsatadi, xudo biladi. Shu bolam kelajak yaxshi bo'lib ketsin, menga olib kelyapmiz, bekor qolmasin. Shu vaqtda nima qilsak, to'g'ri yo'nalish hisob qilsak, bola yaxshi ketadi kelajakda. To'g'ri. Ta'lim tarbiyasiga yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Biz ota-onalar ustozlarga ishonganimiz uchun farzandlarimizni ustozlar qo'liga beramiz. Albatta. Yaxshi o'qish uchun, kelajakda yaxshi insonlar bo'lish uchun. Vataniga yaxshi kelajakda parlaq yigitlar kerak u. Albatta to'g'ri. Albatta Men bu maktabda o'zim ham shu joydan bo'lganim uchun bilaman, bu maktabda o'ta kuchli insonlar, ziyoli insonlar chiqqan. Chempionlar chiqqan, yaxshi insonlar chiqqan deb bilaman. Hozir mana mana to'g'ramiz bor, sport to'g'ramiz. Qani birgalikda bir sport zal ham yoniga ekan, birgalikda yuraylik. Qani opalar yuringlar birgalikda. Bir ko'ramiz mashg'ulotni.
kelyapti. Qayerlardan kelib o'qiydi deng. Kuchlarimiz yaxshiligidan kelyapti-da. Yaxshi dars beryapti, hammasi yaxshi. Sport zalda. Qani kiringlarchi? Kelinglar opalar, kirib olaringlar. Mana hozir biz maktab sport zalidamiz. Mana bu yerda yoshlarimiz mana bekor turmasdan shu o'tib ketyapgan holatimizni zalimiz mana ota-onalar ko'rib tushdik. Bu yerda mana ustoz mana Abdurahmon akamiz 1 minutga mumkinmi? Yaxshimisiz? Charchamisiz? Rahmat, mashg'ulotlardan charchamayapsiz. Biz kelishimizdan maqsad o'tgan safar video o'qiganmiz. Oxiriga yana bir kuzatish maqsadida kelyaptigan ota-onalarni ko'rdik. Zalni sevib boriqlarni ko'rib turib, kirgan joyimiz. Bu yerda 39-Balish tumaniga qarashli maktabda ustozlari, o'quvchilar bo'lsa, siz o'zingizlar shu yerda o'qigansiz, shu yerda tahsil olgansiz, shu yerda mana hozirda mana bolalarga tahsil beryapsiz. 39-maktab to'g'risida nima qanday fikrdasiz? Endi o'zimizni ish joyimiz qanday fikrda bo'ladi? Yaxshi fikrda. Ustozlar to'g'risida. Mana aziz vatandoshlar, 39-maktabda zallarni va o'quvchilar, farzandlarimiz kechki paytda mana bo'sh o'zini sog'ligi uchun, vatan uchun harakatlarni ustozlar tarbiyasini olyapti. Bu yerda to'lovlar qanaqa to'lovlar? To'lov yo'q. Mana shuncha bolalar mana o'rganayotgan, tahsil olyapti. Pulsiz, bekariga, faqat ustozdan dars olib o'rganar ekan. Aziz vatandoshlar. Mana ko'rdinglar, bunday sharoitlarni yaratib bergan hurmatli prezidentimizga, viloyat hokimimiz, tuman hokimimizga va maktab direktoriga kattakon rahmat aytib qolamiz. Ota-onalar o'zlarini farzandlarini mana o'zlari olib kelib, o'zlari olib ketar ekan. Ko'ryapsizlar mana. Kattakon rahmat, yaxshi qolinglar, tinch bo'linglar. Ustoz sizga ham rahmat, kattakon. Xushkelsizlar, yaxshi bo'linglar. Xo'p, mana 39-maktabimiz mana hamma sharoitlarni ko'rdik, o'rgandik. Izohni aziz vatandoshlar sizlardan kutib qolamiz. Bizga bunday sharoitlarni biz uchun, farzandlarimiz uchun, xalqimiz uchun bunday sharoitlarni yaratib bergan hurmatli prezidentimizga, viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga, hammasiga kattakon rahmat. Izohni sizlardan kutib qolamiz.